Realni chiqsin. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'lig'inglar yaxshimi? Qayerdan keldinglar? Biz Tojikistonda, endi Sankt-Peterburgda. O'zinglar Tojikistonsizlar. Sankt-Peterburgdan kelganmiz. Kim orqali keldinglar? Sarqali, Sirojiddin orqali. Magazinlarimizga kelib. magazinlarga kelib, haqiqatan ham mana Globus degan nima Targoviy sentrdan. Targoviy sentr bor Globus, o'sha yerdan keldik. O'sha yerda magaziningiz bor ekan. Kim tavsiya qildi bizni sizlarga? Oldingi kelganlar. Biz sizlardan oldingi kelgan ziyoratchilari. Kelganlardan Akbarjon degan bola. Rosa maqtashdi. Allohga shukr. Maqtaganchalik bormi ekan? Ha, bor ekan. Kamchiliklar bo'lmayaptimi? Alhamdulillah. Kim jo'natdi sizlarni bu yerga? Yerga Allohim Kim sababchi bo'ldi? Farzandlari. Farzandimiz, Farzandlari haqqiga keling, yaqinroq olib keling, xolamlarni grupni planda oling, da chiroyli qilib duo qilinglar farzandlarni. farzand. sizlar qiling. Ilohim farzandlarimiz bol, farzandlarimiz doimo o'g'ri sog'lik bo'lsin. Farzandlari shunday biz qanday xizmat qilgan bo'lsa, farzandlari ham shunday xizmat qilsin. Biz ilohim biz bolalarimizdan rozimiz. Bolalarimiz ham bizdan rozi bo'lsin. Ilohim qilganlariga umrlarini uzoq qilsin. Tursin Ilohim Parvardigor. Allohu akbar. Allohimga nasib qilsin. Do'stlar, bu yer shunaqangi joy, menman degan insonlarni tilini aylantirmay qo'yadigan joy. Bu yerda o'ziga yarasha bosimi bor. Ko'pchilik bu bosimni ko'tara olmaydi. Haqiqatan yurakdan, qalbidan gapirishni xohlaydi, lekin buni tiliga chiqarib bera olmaydi. Hoji onamlarni, hoji bobomlarni yuragidan turgan narsalarni o'zlari biladi. Mana shu yuragidagi niyatlarin barchasiga yetkazsin Allohim. Farzandlaridan Allohim o'zi rozi bo'lsin. Agarda sizlar ham Allohning baytiga kelmoqchi bo'lsanglar, ko'rsatilayotgan nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. 21-iyundagi unikal paketimizni sizlarga ochiq deb e'lon qilamiz. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Ahlan va sahlan.